Türkistonlik qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoy Səhiyyə Ministerligi nəfəs yolu kasalliklarining ko'payishiga qarshi turish uchun texnik ko'p qizitma ambulatoriyasi izlamoqda ekan. Reuters agentligining 26 noyabr Beijingdan bergan xabariga qaraganda, Xitoy Səhiyyə Ministerligi yakshanba kuni Covid cheklamasi boshlagandan buyongi tunji qish faslida nafas yo'li kasalliklarining shiddat bilan ko'payishiga ergashib, yerlik hukumatlardan qizitma ambulatoriyasini ko'paytirishni talab qilgan. Oldingi hafta Dunyo Səhiyyə Tashkiloti yangidan paydo bo'lgan kasalliklarni kuzatish programmasi bolalardagi bayqalmagan o'pka yallig'i to'pi to'g'risidagi dokladni naql keltirib, Xitoydan texnik ko'p uchur taraf qilganda bu ahvol dunyoviy masalaga aylangan. Xitoy va Dunyo Səhiyyə Tashkiloti 2019 yilning oxirida Xitoyning markazidagi Wuhanda paydo bo'lgan yuqumni ochiq-oshkora doklad qilish masalasiga duch kelgan. Dunyo Səhiyyə Tashkiloti juma kuni yaqinqi kasalliklarda yangi yoki odatdan tashqari kasallik paydo qiluvchining tepilmaganligini aytgan. Davlatlik Səhiyyə Komiteti bayonotchisi Mifang yakshanba kuni jiddiy nafas yo'li kasalliklarining ko'payishi har xil kasallik qo'zg'atuvchilarining bo'libmi tarqalishchan zukamning bir vaqtda tarqalishi bilan munosabatli ekanligini aytgan. Axborot e'lon qilish yig'inida aloqador shifoxonalar va davolash o'rinlarining sonini ko'paytirish, mulozimat vaqtini muvofiq uzartish va dori bilan ta'minlash kafolatini kuchaytirish kerak degan. Bolalarga munosabatli delolar Beijing va Liaoning o'lkasi qatorliq shimoldagi rayonlarda alohida yuqori ekan. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Jumhur raisi Mamtimin Alo apandi ijtimoiy axborot supisi X, ya'ni burunqi ismi bo'yicha Twitter hisobidan COVID-19 ga o'xshash yoshirin nafas yo'li kasalligi Dejifsuning tarqalayotganlik andishasi mavjud. Ikkilisining o'xshashligi bor. Chunki har ikkilisida hukumatning ochiq-oshkorligi, ommaviy munozara, xalqaro hamkorlik yo'q. Yangi bir yer sharviy falokat yangidan paydo bo'lmoqda dedi. Xitoy Pokiston axborot chemberiga g'oyat zo'r strategik ta'sir ko'rsatgan. DFRAC xabar kanalining 29 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Pokiston iqtisodiy koridorini markaz qilgan Xitoy bilan Pokiston o'rtasidagi axborot hamkorlik va moslashgan tashviqotning taraqqiy qilayotgan harakatlantirgich kuchi tekshirilgan. Bu tur Islomobod bilan Beijing o'rtasidagi munosabatni kuchaytirish bilan bir vaqtda Pokiston xalqining bo'libmi yerlik mahallalarning qarshiligini qo'zg'agan. Taratqulardagi salbiy xabarlarga bo'lgan andisha Xitoyning bayonni kontrol qilishini keltirib chiqarib, Pokistonning asosliq taratqullariga ta'sir ko'rsatgan. Pokistonning asosliq taratqullari pozitiv xabarlardan saqlanish uchun Xitoyning axborotni kontrol qilishining ta'siriga uchragan. Taratqular Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining 10 yillik xotirasi munosabati bilan qarz to'siqi va Gvadir namoyishiga sal qaraydigan izchil ijobiy bayon oshkorlagan. Xitoy bilan Pokiston taratqullarining xabarlarining bir-biriga mos kelmasligi bilan xalqaro qurilishlarning o'xshamagan ko'z qarashi, Gvadir va Balojistondagi Xitoy-Pokiston koridoriga qarshi elib berilgan namoyishni tekshirish, Xitoy amaldorlari rad qilgan yerlik taratqularning tasvirlarini burmilishi, Xitoy tashviqotchisi Mahmud Babarga oid delolarni tadqiq qilish natijasida Xitoyning Pokiston muxbirlari orasida Xitoyning maydonida turishni shakllantirishdagi ta'sirini gavdalantirganligi bayqalgan. Dunyodagi ikki muhim voqea Xitoyning hozirgi vaziyatini shakllantirgan. Buning biri Tajisman virusni xato boshqarish bo'lib, uning krizisni boshqarishdagi iqtidorining ojizligini oshkorlab qo'ygan. Yana biri Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining mag'lub bo'lishi sababidan tekshirishga duch kelishi. Bir balvoq bir yo'l tashabbusining osti ilgirilishi dokladlarda ma'lum bo'lgan. Bu xiristlarga taqobil turish uchun Xitoy tashabbuskorlik bilan bayon shakllantirishni va o'zining uchurlarini kontrol qilishni tanlagan. Xitoyning davlat egiligidagi asosliq taratqullari dunyo miqyosida Pokiston tomoshabinlariga ulashgan. Xitoy o'rdocha nusxasini nashr qilgan. Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori axborot munbiri va tez inkos uchur almashtirish tori shakllantirilgan. Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining 10 yilligini tabriklashdan ilgari Pokiston va Xitoyning asosliq taratqularida iqtisodiy koridorning ko'rinarli muvaffaqiyatlarini gavdalantiradigan maqolalar ko'rilishga boshlagan. Xabarlarda qarzsiz siyosat muzokara qilingan va Xitoyning Pokistonning iqtisodiyotini taraqqiy qildirishdagi muhim harakatlantirgich kuch ekanligi. Shuning bilan bir vaqtda xiristlar Pokistonning turlarni tiziltishdagi qiyinchiliklari e'tirof qilingan.
Xitoy hech qanday ayblanmagan. Ular yana 10 yillik Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori masalasi, manzirini o'zgartirish, iqtisodni taraqqiy qildirishning orqa ko'rinishi, insonlarga foydali bo'lish qatorliq 3 asosliq tema bo'yicha muzokara olib borgan. Pokiston taratqullaridagi taraqqiy qilayotgan dinamika Xitoy axborot mulozimatini import qilib qolmay, dunyo va davlat ichi masalasida Xitoyning ko'z qarashini qabul qilishga qarab yuzlanganligini ko'rsatib bergan. Bu Xitoyning bayonlarni ustunlik bilan kontrol qilganligini namoyon qilgan va Pokistonning asosli taratqularida bo'libmi Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining 10 yilligi qatorliq faoliyatlarda aktiv tasvirlash va bayon qilishga qo'mondonlik qilgan. Xitoy-Pokiston taratqullariga ta'sir ko'rsatish uchun tirishchilik ko'rsatilgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridoriga qarshi namoyishning sistemli rad qilinganligini ko'rgili bo'ladi. Xitoyning Pokiston taratqullarida ilgari surgan bayonlari hamkorlik, munbar va shaxsiy munosabatlar bilan zich kiralashgan bir murakkab to'qam sifatida o'tirg'i chiqqan. Angliya maxfiy axborot markazining sobiq boshlig'i Sir Richard Dellow o'zining COVID-19 kelib chiqishini tekshirishda eng muhim taraqqiyotni bayqaganligini e'lon qilgan. Sky xabarlari torining 28 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, u Avstraliya Sky xabarlari muxbir riyosatchisi Sherry Marksonga "Meningcha eng muhimi COVIDning kelib chiqishi to'g'risidagi qonunliq ilmiy munozaraning dunyoning har qaysi joylarida unumli bostirilayotganligini bayqash" degan. Sir Richard Markson xonimning COVID-19 tarqalishdan kasallikning kelib chiqishi to'g'risidagi yangi hujjatlik filmi Wuhanda haqiqiy yuz bergan ishlarning keyingi bo'limidan qisqacha tushuncha bergan. COVID-19ning kelib chiqishi haqidagi tartishmalarning bostirilishi va Amerikadagi eng yuqori yuqumli kasallik mutaxassisi doktor Anthony Fauci'ning roli haqida to'xtalgan. Markson xonimning aytishicha, Anthony Fauci olimlarning maxfiy gumonini oshkorlashdan ko'ra diqqatni tajribaxonadan virusning eqib ketish nazariyasiga burg'an ekan. Xitoyning yer shariy iqtisodiy hokimiyati ojizlashga boshlagan. Neft bazasi xabar torining 25 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, iqtisodiy jihatda darajadan tashqari cho'ng davlat sifatida qad ko'tarishga boshlagan Xitoyning iqtisodiy ahvoli nacharlashmoqda ekan. Xitoy 1980-yillardan keyin ishikni sirtqa echayotgandan boshlab dunyo iqtisodiyotidagi egallagan nisbati 10%ga yaqin eshib, 1990-yildagi 2% dan 2021-yildagi 18,4% ga yetgan. 2022-yili Xitoyning dunyo iqtisodiyotidagi egallagan nisbati ozayishga boshlagan bo'lib, bu yil texnik ko'rinarli tuvanlab 17% ga tushib qolgan. Bu 2 yildagi 1,4% tuvanlash oldingi asrning 60-yillardan buyangi eng cho'ng tuvanlash hisoblanadi ekan. Xitoyning tushishi dunyoni yangidan tartibga solishi mumkin ekan. 1990-yillardan buyon davlatning yer shariy ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatida egallagan nisbati pay bahasi yaqinqi 2 yildan beri muqimlikni saqlagan Yaponiya bilan Yevropaning xarajati bilan oshgan. Qolgan bo'shliqni Amerika va boshqa taraqqiy qilgan davlatlar to'ldirgan. Dunyo iqtisodining 2022 va 2023-yillari 8 trillion dollar eshib, 105 trillion dollarga yetishidan umidvor bo'lib, buning ichida Xitoyning erishgani yo'q. Amerika 45%, boshqa ko'z ko'ringan davlatlar 50% ga mas'ul bo'ladi ekan. Taraqqiy qilayotgan davlatlar kirimining 20 Hindiston, Indoneziya, Meksika, Braziliya va Polshadan iborat 5 davlatdan keladi ekan. Bu kelgusidagi o'zgarishning ko'rinarli belgisi bo'lishi mumkin ekan. Beijing pulpaxonligini ijodiy tangshish orqali uzundan buyon 5% atrofida haqiqiy eshishning rasmiy nishoniga yetganligini doklad qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning haqiqiy uzun muddatlik yoshirin eshish sur'ati hozir 2,5% atrofida ekan. Yaqinqi 10 yilda Xitoy taraqqiy qilayotgan davlatlarning qarz bilan ta'minlagan bo'lib, bu har bir ishchining mahsulot miqdori bilan o'lchanadigan ishlab chiqarish kuchining o'sishini ostlatmoqda ekan. Bu ishchilarning sonining oz bo'lishi va har bir ishchi ishlab chiqargan mahsulot miqdorining tuvanlab ketishi Xitoyning dunyo iqtisodiyotidagi egallagan nisbatini asliga keltirishni qiyinlashtirib ekan. Xitoy kattabashi Shi Jinping ilgari tarixning o'z davlatining manfaati uchun o'zgarayotganligiga va bu o'rlashni hech narsaning to'sib qola olmaydiganligiga bo'lgan ishonchini o'tirg'a qo'ygan. U oldingi hafta San Fransiskoda o'tkazilgan boshliqlar yig'inida Jo Bayden va Amerikaning yuqori darajalik boshqaruvchilari bilan o'tkazgan suhbatida hech bo'lmaganda Xitoyning yanada chet el savdo sheriklariga muhtoj ekanligini e'tirof qilgan.
Lekin Xi Jinping qandaq qilishidan qat'iy nazar, yaqin kelgusida Xitoyning dunyo iqtisodida egallagan nisbatining tuvanlishi mumkin ekan. Kishilik huquq va mustaqillik yo'lidan iborat bu ikki yo'nalish tegi mohiyatidan elib aytganda butunlay bir-biri bilan yo'li ayrim bo'lgan ikki din, ikki zid e'tiqoddagi mazhab misoli, biri yana birining yo'lini shart qilmaydigan, farqli ikki siyosiy natijaga olib boradigan ikki ayrim relisdir. Bu jihatdan birileri og'zida mustaqillik deb turib, kishilik huquq, inson haqlaridan madad kutib, mustaqillikqa yetkili bo'ladiganligini da'vo qilayotgan bo'lsa, Sharq Turkiston masalasini Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq dafsanchilik masalasi, Uyg'ur qirg'inchiligi masalasi, inson haqlarining dafsanda qilinishi, madaniyat qirg'inchiligiga uchrash masalasi ramkasida faoliyat qilayotgan bo'lsa, buni hech bir zaman milliy irodani bo'ylab menayotgan siyosiy da'vo deb qarag'ili bo'lmaydi. Bundaq yo'nalishning mustaqillik yo'lini ishg'ol qilib turishmi, mustaqillik davosiga ziyon urishdan boshqa ish emas. Buningga yo'l qo'yishmi mohiyatda mustaqillik karvonining yo'lining uzurishi, buzib etilishi va manzilga mangu yetmaslik uchun kashil yaratish taktikalarining daxli taruz qilishiga yo'l qo'yishdan boshqa ish emasdir. Burhan Muhammadning Qurib ketgur kishilik huquq da'vochiligi nomli maqolasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayırğınızlar için köpten köp rahmet. Kelar qatimqi programmamizda görüşkicha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.